Assalomu alaykum barchaga chorva olami obunachilari hamda mana bunday bo'g'oz ishqibozlari. Mana bugun sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidan har doimgidek o'zimizning xonadondan sizlar uchun mana bunday bo'g'oz mollarni chiqarishlikda davom etyapmiz. Hafta kuniga juma, avvalambor hammalarga juma ayyomi muborak bo'lsin. 2026-yil 15-may sanasida kimga sifati biz bergan ma'lumotlari to'g'ri kelsa 95-009 33-36 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Birinchi qoringa 6 oydan o'tgan bo'g'oz ma'lumotini beraveramiz. Bo'ylari 1.18, 7 ishchisi zo'r, sinovdan o'tdi, tana joni sog'lom. Aybi nuqsi yo'q akalar. Eston variantidan. Akalar tutaylarni ham ko'ryapsizlar. 4 joyda joylashgan. Bitta ham ortiqchasi yo'q mana. Joning sog' bo'lgin. Mashetlargacha xalta soladi mana. Akalar, mana. O'ng chap orqa oldi tanlamaydi, o'ta yuvosh. Tutaylari ham 4 joyda joylashgan. Mana akalar, mana shu yerda kinnilargacha bor, xudo xolasa yelinni soladi mana. Mana akalar. Mana. Kinnilargacha bor akalar. Birinchi qoringa bo'ylari 1.18 akalar. Buni bo'yiga emas, sifatiga, holatiga qarab oladigan mol. Mol o'ta zo'r, Eston variantidan. Birinchi qoringa kurakchini yangi buzibdi akalar. Ikkinchi kuragini endi chiqaryapti akalar. Bittasini chiqarib bo'pti, ikkinchi kuragini endi chiqaryapti. Ikki kurak deb olaveringlar. Bo'yi 1.20 chiqyapti, 1.18 ga beraman akalar. 2 sm pasittori. Xo'p, akalar, narxiga 28 million kami bor, 6 oydan o'tgan bo'g'oz. Birinchi qoringa kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Dastavkamiz o'sha vodiy bo'ylab besplatni. Kimga yoqsa 500 ming so'm zakolatini tashlaysizlar, qolganini mol borganda tekshirib beraverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.